Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 10 ta narsani qaytaradi dedilar. Ya'ni Qur'oni Karimdagi 10 ta sura, birinchisi sura-i Fotiha, sura-i Alhamdni o'qishlik Parvardigor jalla va aloni g'azabini qaytaradi. Qaysi bir joyda sura-i Fotiha o'qilayotgan bo'lsa, sura-i Alhamd surasi o'qilayotgan bo'lsa, Xudoy taoloning g'azabini qaytarar ekan. Chunki bu sura Allohning sifatlari o'z ichiga jamlangan ekan. Sura Yasin qiyomat kunidagi chanqoqlikni qaytaradi. Kim bugun sura Yasinni o'qishni bilgan bo'lsa, o'qigan bo'lsa, qiyomat kunida chanqoqlikdan panohda bo'ladi. Suratul Duxon debdilar, tamna'u ahvalal qiyamati, qiyomat kunidagi eng og'ir holatlarni qaytaradi. Suratul Voqi'a surasi tamna'ul faqra wal faqata, kambag'allikni, biror bir kimsaga muhtoj bo'lishlikni qaytaradi. Suratul Mulk, ya'ni sura-i Taborak surasi esa qabr azobini qaytaradi. Kim sura-i Mulkni, sura-i Taborak surasini o'qib o'rgangan bo'lsa, u bandaga qabr azobi bo'lmaydi. Suratul Kavsar, inna a'toyna kal Kavsar surasi esa gina gudurat qiluvchi kimsalarni shunaqa ginalarini qaytaradi. Ya'ni birovga u odam gina gudurat qilmaydi, birovlar unga yomonlik qilsa o'zidan o'zi xorlikka uchraydi u odam. Sura-i Kafirun surasi esa tamna'ul kufra indal maut, o'ladigan vaqtida kofir bo'lib o'lishligidan qaytarib qoladi. Sura-i Ixlos esa tamna'un nifaq, insonda munofiq bo'lib qolishligini qaytaradi. Sura-i Falaq surasi esa hasad qiluvchilarni hasadligidan qaytaradi. Sura-i Birobbin Nos surasi esa vasvasa kasalligidan qaytaradi dedilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qur'oni Karimni har bir oyatlari o'ziga yarasha bir fazilatga ega ekan.